Bu holatda bemalol sovuraverasizlar. Chakka qo'shib billa maydalab aralashtirib bersanglar ham bo'laveradi. Oshqovoqni ham sovuraveramiz. Pishmay qolgan oshqovoqlar, shularni ham tasavvurlaveradi. Bemalol maydalab beraveradi. Akalar, Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri 4 oyoqli zavodskoy, Xitoy zavodskoy bo'lgan universal drabilkalarimiz yetib keldi. Katta partiyada yetib keldi. Agrimax brend ostida kelgan bu drabilkalarimiz. Bu drabilkalarni xohlasanglar tadbirkor akalarimizga optim narxlarda, xohlasanglar dona narxlarda qilib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xo'p, bu drabilkamizni mana hozir birma-bir ochib ko'rsatib beraman. Drabilkamiz shunaqangi upakovka holatda keladi. Xohlasanglar shunaqa upakovka holatda, donaga ham xohlasanglar yig'ib terilgan holatda yetkazib beramiz. Upakovkalari ham juda ham mustahkam bo'ladi. Kraskalari qarilmasin degan maqsadda upakovkalarini qalin qilib olib keltiramiz. Xo'p. Drabilkamizni motorlari 6,5 kW yozilgan bo'ladi. O'zi toza 4 kW ga ishlaydigan motor bilan jihozlangan. Obmotkasi alyumin bo'ladi, mismas. Alyumin obmotka juda hali tok past joylarda ham ishlashga juda ham qulay bo'ladi. Qishki kunida juda ham ko'p joylarda toklarimiz tushib ketadi. Drabilkamizning komplektida 4 xil setkasi bor. 2 xil o'tga, 2 xil donga bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi o'tga qo'ybob deb qo'yishadi. O'tni mayin holatda chiqarib beradi. Bunisida o'tlarni yirik holatda chiqarib beradi. Bunda donni kepay holatga, bunda yorma holatga keltirib beradi. Setkalari mana tashqaridan almashadi. Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Shunchaki tashqaridan almashaveradi. Drabilkamizning komplektida balonlari bor. Boltgachalar yig'ish uchun yog'ida mana ko'ryapsizlarmi? Hamma yog'i. Pichoqlari kalyonni kuydirilgan bo'ladi. Malatka o'ylari ham joylashgan bo'ladi. Drabilkadan tishlari qatgan listlarimizni ko'rsanglar 1 sm qalin listlarga qatgan bo'ladi. Bu uzoq yillab xizmat qilib beraveradi sizlarga. Xo'p, drabilkamizni endi motor qismini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Drabilkamizni motorlariga kelsak, mana 6,5 yozilgan bo'ladi. O'zi 6,5 chiqmaydi. Xalqni aldash foydasi yo'q. 6,5 yozilgan. O'zi toshni 4 kW chiqadi. Oborotlari 3000 oborot bo'ladi. Obmotkasi alyumin. Bu yerda tokni ko'rsatib turadigan 220-225 ko'rsatib turadigan voltmetr joylashgan bo'ladi. Simlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Qalin simlardan ishlangan. Bu yerda o'chirib yoqish uchun qisilib qolsa, o'tlar tiqilib qolsa tashlaydigan avtomati joylashgan bo'ladi. Hozir bu drabilkamizni ishlatib ham ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganinglardek drabilkamiz xuddi shu Agrimax, shu terilgan holati Agrimax drabilkamiz. Bunda hozir o'tni ham, donni ham, oshqovoq, baqlajon shunga o'xshash narsalarni ham chiqarib beramiz. Bu somon bilan hashay aralashmasi, bu maydalanmagan holati. Maydalanganda shunaqangi mayin darajaga olib kelib beradi, ko'rishingiz mumkin. Buni hayvon yeganda juda ham hazm qilish oson bo'ladi. Hozir mana o'tni chiqarib ko'rsatib beramiz. Drabilkamizning jabralari bo'ladi. Mana tangni tashqariga chiqarib yubormaydi. Umuman tashqariga o'tib chiqmaydi. Endi bu holatda mana baqlajon bo'ladimi, pishmay qolgan oshqovoqlar, shularni ham tasavvurlaveradi. Bemalol maydalab beraveradi. Oshqovoqni ham sovuraveramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana qo'chaqlarni, oshqovoqlarni qo'lda to'rg'ab o'tirishingiz shart emas. Hashakka qo'shib billa maydalab aralashtirib bersanglar ham bo'laradi. Hozir donni setkasini qo'yib ko'rsatib beramiz. Setkalari mana tashqaridan almashaveradi. U donni kepay holatga keltirib beradigan setkasini qo'yib olamiz. Don chiqarish uchun mana qopqoqni yopib oladi. Yopib olib turib, donni maydasi bo'lsa, shuni ichiga tashlaveramiz.
Bu holatda bemalol sovuraverasizlar. Bu turba nima uchun qo'yilgan desa, bu yerdan qattiq non ham maydalasangiz bo'ladi. Qattiq nonni ham varankaga to'ldirib olib, bu yerdan solib qattiq nonlarni ham maydalab bersanglar bo'laveradi. Dumbilni sotasi bilan solishga mo'ljallangan o'zi. Akalar ko'rishinglar mumkin, mana donni makkani shunaqangi shakar darajasigacha olib kelib maydalab beradi. Soatiga 250 kilo, 300 kilo bo'lgan mahsulotingiz bemalol maydalab beraveradi. Sizlarga ham shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Respublika bo'ylab yetkazib beramiz. Drabilkamizning narxi 2,5 million so'm.